Yaratishga deydi egasi, uyni sota olasanmi yo reklama qo'yib berasanmi? Men bilan narximni tortishasan deb. Aka, hozir pulni kelishdik deb birat bilan. 5 sutik qurilgan, remont qilgan, tayyor bitta hovli sotuvga bugun. Videoni oxirida ko'rasizlar. Zo'r variant, yaxshi sifatli qurilgan ekan. Xo'p, adres bo'ladigan bo'lsa, Zargarlik mahallasi, 16-yo'li, Yangiobod deb qolishadiki, yangi qurilgan uylar xolos. O'zi shaharda odamlar hammasi bilib qoldi. Xurzamon ko'cha, kirib kelaverish stadionning oldidan. Stadion oldidan kirganlardan keyin bir 4-ko'chadan kirib kelinadi. Xo'p, fasadimiz mana shunaqa holatga 5 sutik, hammasi bular 5 sutikdan qurilgan, bilasizlar. Proyektlarni ham mashina qilib qo'yishgan. Xo'p, o'zlari stroy materiallar bilan shug'ullanadi. O'ziga yaxshi narsa ishlatgan, qaranglar. Shig'ishlar qilib, narsa qilib. Xullas, yaxshi joy chiqib qoldi, narsa shuni olay, sotib yoraylik, shuni qo'yib berdilar. Bismillah, sizlar hozir to'liq obzor qilib beraman. Darvozaxonalar ko'ryapsizlar, akalar, balandligini qanchalik qilib qilingan. Yashashga zo'r qilib qiluvdim. 3 faza to'klab kirib qo'yganman. Shu bir narsa chiqib qoldi, shuni sotib olaylik. Sotib beha olamiz, aytar agar pul bo'lsa yana dedilar. Xo'p, devor mana shu banner tortilgan ko'ryapsizlarmi? Shiddan mana bizdan ham tugashiga. Men sizlarga planirovkalarni bir tushuntirgan bo'lay. Chotga qilib qurilgan. Qurilishini qaranglar. Temir, taxta, ayamit sifatli qilib qurilgan, xudo xolasa. Yashashga qilib qiluvdim. O'zimga asosda mana shunaqa taxliyotini pul kerak bo'lib qoldi debdilar. Biz ularni ustolar o'zi qulay qilib qilgan, bu yerdan faqat oyna bo'ladi. Mana kirib kelaverish. Bu zal mehmonlar uchun. Xo'p. Qani? Bismillah, sizlarga to'liqroq qilib beray qani. Bu hol akalar. Baqa oshxonaga qilib qilingan, hozir bilasizlar, shunaqa qilib qilinadi. Xohlasanglar oldin shisha qilib qo'yib, shunaqa holatga. O'rtaga sanuzel, ikkita detskiy xona. Baqa spalni. Bega bo'lsa mana obshi bir o'tirib choy poy ichib shunaqa qiladigan joy qilib qo'ydim. Ya'ni o'zlaringiz moslab qilaverasizlar akalar. Bega yana bitta xona bor, ko'ryapsizlar. Oshxonaga moslashtirilgan. Xo'p, yoniga buni ham oshxona sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Yoniga bo'lsa, bu yerdan hammom, tualet, orqasiga katilni qilingan. 3 faza to'klayim olib qo'yganman. Topli polga mo'ljal qiluvdim dedilar. Qurilishga ahamiyat berib qo'yasizlar. Qanaqa qurilgan, ayame o'zingiz uchun yara to'ktanasini olib chiqmaysizki, o'zingizga yaxshi narsani qilasiz. Uy quruvchi bo'lsangiz, amallar qilsangiz bo'ladi, lekin bu yerga ko'ryapsizlar, qurilishiga chiroyli qilingan. Agar uy qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, tashlab qo'ysanglar, ayniqsa chetga yuradiganlar bizda ko'p ko'rishadi. Chetdan turib nima olay, nima qo'yay, pulimni ushlab tursin deganlarga ham zo'r variant. Lubopet pul bo'ladi. Sifatli qurilish, yaxshi plan bilan qilingan. Hovlini ham qaranglar, quyoshni kun tegadigan qilib, yorug' tushadigan qilib qilingan. Hammasi mo'ljal bo'yicha. Xo'p, hujjatlar hammasi joyiga, muammo yo'q. Kelishsanglar, sразу dokument qilib beriladi. 5 sutik. Narxi bo'ladigan bo'lsa, shu o'ttalarga narxni bilasizlar, 3000, 3500 tekisi yerda beryapti. Bega qurilishni ko'ryapsizlar. Fundamentlar, sokinlar ko'rib qanaqa qilingan, qurilishlarni ko'ryapsizlar sifatini. Bitta o'zlaringni xomchut qilib, kara-kara qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Aka bir olmishlarda qani gaplashamiz deydi. Men aytdim, uyni sotamiz aka, biz uy sotilgandan keyin pul olamiz, shuning uchun men aytdim, uy sotmasak bo'lmaydi aka, normal qilib ayting endi. 50 qo'y bo'lmasa pul oxiridan kam bermayman. Men aytdim, 50 ga ham bekor. 40 men qo'yamiz. Yana ham egasi bilan pul bilan kelinglar. Pul kerak, bir joy bitta narsa va'da qilib qo'yganman, shunga sotaman dedilar. Lekin zo'r planlar menga yoqdi. Uy qilib yashashga chotga qilib qo'yilgan ekan. Ko'cha mana shunaqa tekislab qo'yilgan. Menimcha keyin ko'chalar beton bo'lgan, bular ham navbat bilan kelaveradi. Qo'shnilar ko'ryapsizlar. Hamma shaharda odami bega joylashgan. Mahalla ham zo'r. Bachchalar qatnashiga, maktab, bog'chaga ham yaqin. Bosinglar, yaxshi kunlar xizmat qilsin.